Буа мөхтәсибәтендә кышларга ярдәм ит дигән акция тәмам булды. Гыйнвар аенда Буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге белән берлектә кышларга ярдәм ит дигән акция игълан ителгән иде. 25 гыйнвар көнне акция тәмам булды. Алып килгән ялар Буа мәчетләре каршындагы агачларга азык белән эленеп куелды. Шушы акцияга кушылган барча балаларга Буа мөхтәсибәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Илнур Сафиуллин улы рәхмәтен белдерә. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz mana shu aksiya ishtirok etdik. Qishlarga yordam degan aksiya. Yoshlar bo'ligidan ham shu Buva muhtasibati bilan ishladik. Shu bir odna davomida masjidlarga kishilar, yoshlarda o'zlari ilarida qarmushlar yasab qishlarga ketildilar. Ham bizni shu yoshlar bo'ligi bilan shularni masjidlar yonina ilib chiqdik. Ularga shunday jim berdik. Hamda Alloh taolo rahmat aytsin barsina da. Hamda shu salqin kunlarda shu qishlarga bo'lishu zo'r ajrga inshaalloh nasib bo'lsin deydi. Chunki Rasul sallam aytdi, har bir jon iyasini bo'shgan ishinde biz ajr olamiz deydi. Hamda bizga ham har bir kishiga shu ajrlar nasib bo'lsin deydi. Chunki shu salqin qish kunlarida shu bizning do'stlarimiz deb aytilgan shu qishlarimiz ularga beqata og'ir jim tavırga, oshirga oziq ko'bisi o'lalar shu salqinlarda. Hamda bizlar shu bo'lishamiz. Ham shu qishlar jaykini bizga bo'lishacaq inshaalloh. Shu zo'rgina ağaçlarni shu qirtlardan shishta tashaqlar hamda shu bir qish o'zining umrini shu ish ağaç saqlab qoladi. Hamda shu bir ağaç ish kishiga kislorod beradi. Hamda shu bizning tabiatimizni saqlarga nasib bo'lsin. Hamma va taolo shunday motor, ko'rkam, aksar ishlar nasib etsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.